Agar siz ham shu 3 ta xatoni qilayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan listeningiz umuman o'smaydi. IELTS 8,5 challenge bugun 15-kun. Ko'p o'quvchilar IELTSga tayyorlanish jarayonida listeningda ko'p xatolarga yo'l qo'yadi, lekin ushbu 3 tasi eng ashaddiysi hisoblanadi. Birinchi, eng keng tarqalgan xato turlaridan bittasi listeningni faqatgina bir marta mock tariqasida qilish. Bu narsa ujur sir emas. Ko'p IELTS o'rgatadigan instruktorlar yaxshi biladi. Listeningni haqiqatda o'stirish uchun bitta audioni qayta eshitib, analiz qilib, fokus qilishga o'rganishimiz kerak. Ikkinchi keng tarqalgan muammo bu listening eshitib bo'lgandan keyin analiz qilmasdan qo'yib qo'yish. Videoni davom ettirishdan oldin обязательно kanalga obuna bo'ling, sababi bu yo'qki sizda nimaga 7, 7,5, 8 chiqmayotganligini ko'rib chiqamiz. Analizni puxta qilmagan o'quvchilar o'zi nimaga xato qilyapti va nima qilsa shu xatoga boshqa listeninglar eshitayotgan paytda imtihon paytida shu xatoga yo'l qo'ymasligini tushunmay qoladi. Uchinchi, eng klassik xatolardan bittasi bu faqatgina Cambridge tomonidan berilgan listeninglarni o'zini qilish yoki faqatgina listening testlarini to'xtamay qayta qilish hisoblanadi. IELTS o'rganayotganimizda bizning hayolimizda bitta narsa turishi kerak. Bu ingliz tili. Ingliz tili faqatgina test yechish bilan hech qachon o'smaydi. Testlarning vazifasi bu imtihonda qanaqa savolga qanaqa yondashish kerakligini tushunib olish uchun chiqarilgan. To'g'ri javob topish bu faqatgina ingliz tilidagi boshqa resurslarni eshitib, tarjima qilib, diqqat qilish bilan o'sadi.